Xabaringiz bor, joriy yil boshida prezidentimiz tashabbusi bilan bevosita mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha alohida birinchi sonli qaror imzolanib, 2025-yilda har bir mahalla hududida huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilangan edi. Qaror bilan mahallalarda yoshlar, ayollar va ishsizlar tomonidan, shuningdek oila turmush munosabatlari doirasida sodir etiladigan jinoyatlarni oldini olishda mahalla yettiligining aniq mas'uliyati belgilab berildi. Aholining huquqiy ongi, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyatini oshirish, jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolarni hal etishga jamoatchilik vakillari, nuroniylar va mahalla faollarini keng jalb etish tartibi ishlab chiqildi. Bundan tashqari qaror bilan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish tizimi yanada takomillashtirilib, 5 tadan mahallaga xizmat ko'rsatuvchi huquq-tartibot maskanlari faoliyati yo'lga qo'yish belgilangandi. Bu orqali mikrohududlar tashkil qilinib, jinoyat va huquqbuzarliklar hamda murojaatlarga tezkor munosabat bildirish imkoni tug'ildi. Odamlar markazga emas, endi o'zlariga yaqin bo'lgan mazkur maskanlarga kelishadi. Prezidentimizning mazkur qaroriga asosan dastlabki bosqichda viloyatda jinoyatlar salmog'i bo'yicha nisbatan og'ir bo'lgan 100 ta mahallalarni o'z ichiga olgan 20 ta huquq-tartibot maskanlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugun Marg'ilon shahridagi Istiqlol mahallasida ham ana shunday yangi maskan ish boshladi. Istiqlol, Navbahor, Turon, Yangiobod va Navro'z mahallalaridan iborat mikrohududga xizmat ko'rsatuvchi ushbu maskanda xodimlar uchun munosib shart-sharoitlar yaratildi. Ushbu maskanda profilaktika inspektorlari, profilaktika kichik inspektori, xotin-qizlar bilan ishlash inspektori, probatsiya, patrul post xizmat xodimlari, voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan inspektor psixologlar uchun ham eng qulay sharoitlar yaratish imkoniyati mavjud bo'ldi. Har bitta farmon, har bitta qaror faqatgina xalqning dardini eshitish, xalqning dardiga ko'mak bo'lish, xalq uchun deyilyapti. Marg'ilon shahrida maskan ochilishi bu prezidentimizni xalqqa, aholiga berayotgan e'tiborini bir debochasi xolos, kichkina bir bo'lakchasi. Bunga qarata ichki ishlar idoralari xodimlari bu yaratib berilayotgan sharoitlardan kelib chiqqan holda ishlash kerak, harakat qilish kerak, xalqni rozi qilish kerak. Mushkul, og'ir sharoitlarda ishlaganmiz. Buni taqqoslab bo'lmaydi. Batta faqat ishlash kerak xolos. Shunchalar maskan chiroyli ochilibdiki, xalqimizni farovon hayot kechirish uchun xizmat qilsin. Ochilish marosimida ishtirok etganlar huquq-tartibot maskanlari jinoyatlarni oldini olish, aholi muammolariga tezkorlik bilan munosabat bildirish, muammolarni dastlabki bosqichdayoq hal etish imkoniyatini oshganini alohida ta'kidladilar. Birinchi sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida boshqarma boshlig'ining 5-sonli farmoyishi imzolangan. Unga ko'ra xotin-qizlar bo'linmasi inspektorlari joylarda barcha toifadagi shaxslar bilan, ayollar bilan notinch, nizoli oiladagi shar'iy nikoh, barcha shu 14 toifaga kiruvchi ayollar bilan ishlaymiz. Buni endi shu maskanga olib kelib ishlashligimiz uchun bizga qulay imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Yangi tizim asosida ish yurituvchi huquq-tartibot maskani Farg'ona tumanining Chimyon mahallasida ham foydalanishga topshirildi. Ushbu maskan xodimlari Chimyon, Pastki Archa, Soybo'yi, Ulug'bek hamda Langar mahallalariga xizmat ko'rsatadi. Eski tartib bo'yicha ushbu mahallalar 20-25 kilometr uzoqlikda joylashgan birinchi son ichki ishlar bo'limi tarkibida bo'lgan. Hozirda bu huquq-tartibot maskani Chimyon qishlog'i markazida joylashgan bo'lib, bizning xizmat hududimizga yaqin masofada joylashganligi hamda bu huquq-tartibot maskanida sohaviy xizmatlarni birlashtirilgani bizning xizmat faoliyatimizni samaradorligini oshirishga yordam beradi. Kelgusida muhtaram prezidentimizning ushbu qarori asosida xizmat faoliyatimizni yanada jadallashtirib, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratib, jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olishga qaratilgan barcha sa'y-harakatlarimizni amalga oshiramiz. Birinchi sonli ichki ishlar bo'limi 28 ta mahallada 100 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatgan bo'lib, aholi chaqiruvlari va boshqa salbiy holatlarga nisbatan tezkorlik bilan munosabat bildirish imkoniyatini cheklagan edi. Yangi tizim bo'yicha huquq-tartibot maskani eng yaqin masofadagi 5 ta mahalla va ularda istiqomat qiladigan 13 ming nafar aholini qamrab oldi. Ochilish marosimida ishtirok etgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari hamda soha faxriylari foydalanishga topshirilayotgan ushbu ko'rkam binoda xodimlar uzoq yillar davomida xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilishga tilak bildirdilar. Yangi maskanlar shaxsiy tarkibiga yangi xizmat avtomashinalari hamda kompyuter jamlanmalari topshirildi. Bunda yangi maskanlarning ochilishi qizg'in davom etyapti.